payg'ambarlar ham Alloh taolodan so'raganlar. Shuning uchun bizlar ham duo qilishligimiz, xususan Ramazoni sharif oylarida ko'p duo qilishimiz kerak azizlar. Ramazoni sharif oylari farzandlarimiz haqqiga, safarda yurganlarimizdir, bemorlarimiz bor, yoki o'g'illarimiz, qizlarimiz, kelinlarimiz, oilalarimiz, nabiralarimiz va ularning haqlariga duo qilish kerak. Oldingi yetuk ulamolarimiz ham Alloh taolodan ko'p duo qilganlar. Alloh taolodan ko'p so'raganlar. Ya'ni har bir narsani yechimi Alloh taoloda. Alloh taolodan banda yalinib duo qilib so'raydi, Alloh taolo uni ijobat qiladi. Hatto farzandlar ota-onalariga ham duo qilsin deganda, farzandlar ota-onalarining haqqiga ham duo qilib tursin degan. Farzand bir kunda 5 marta duo qilish kerak ekan. Shu namoz oxirida aytamizki, Allohumma g'firli va li validayya. Ey Allohim, mening gunohlarimni kechirgin va ota-onamning gunohini kechirgin. 5 mahal namozda aytamiz shuni. Har doim. At-tahiyat o'qiymiz, keyin salovat o'qiymiz, keyin shu duoni o'qiymiz. Qarang, shuni bundan kelib chiqib ulamolar aytadilar, bir kunda 5 marta duo qilgan farzand ota-onasining haqqini ado qilgan bo'ladi.